Moskva sudi faqat O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolarini ishga olish e'lonlarini tarqatishni taqiqladi. Qozog'iston orqali Rossiyaga kelayotganlar ogohlantirildi. Moskvaning meri migrantlar haqida iliq va to'g'ri so'zlarni aytdi. Shu oxirgi yil ichida 43 mingga yaqin chet elliklar Rossiyaga kiritilmadi. Primoriyada migrantlar ishlashlari uchun yangi cheklovlar joriy qilindi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 7-dekabr. Odatdagi migrantlar haqida sodir bo'lgan real voqealar va yangiliklarni hozir bir aytib o'taman. Moskva sudi O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini ishga olishi ko'rsatilgan e'lonlarni taqiqladi. Shu bilan birga sud prokuraturani faqat slavyan millatiga mansub shaxslarni yo'llashga qarshi da'vosini ham qo'llab-quvvatladi. Bilib olishingiz kerak, ya'ni siz ish beruvchi bo'lsangiz yoki sizda bo'sh ish o'rinlari bo'lsa, kimnidir ishga jalb qilmoqchi bo'lsangiz, ish o'rinlari faqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va hokazo bo'lsin. Shunaqa aynan bir millatga mansub bo'sh ish o'rinlari bor deb e'lon tarqatmasligingiz kerak va buni ijtimoiy tarmoqlarga joylamasligingiz kerak. Bu uchun yaqin kelajakda javobgarlik joriy qilinyapti, ya'ni bunga ham javobgar bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun joylarda ehtiyot va ogoh bo'ling. Qozog'iston orqali Rossiyaga kirib kelayotganlar ogohlantirildi. Qozog'istonda uzoq muddatli qamoq jazosi bilan belgilangan yangi qonun bilan bog'liq. Shuning uchun Rossiyaga kelmoqchimisiz? Buni albatta quruqlikdan kelyapsiz. Qozog'iston orqali o'tishingiz kerak. Bunda chegara qoidalariga qat'iy rioya qilishingiz kerak. Agarda siz xudo ko'rsatmasin chegarani noqonuniy kesib o'tdingiz deb aytiladigan bo'lsangiz, mana shu yaqinda joriy qilingan yuqorida aytgandek uzoq muddatli qamoq jazosiga aylanishi mumkin. Shuning uchun juda e'tiborli bo'ling. Moskvaning meri migrantlar haqida iliq va to'g'ri so'zlarni aytdi. Men bu hokimni o'zim shaxsan hurmat qilaman. Bu kishi nafaqat migrantlarga, Moskva shahrida shu yerlik mahalliy aholiga ham juda katta qulayliklar yaratadi. Bu kishi 3-dekabr kuni migrantlarning ko'payib ketgani va ularning past malakali ekanligi haqidagi shikoyatlarga javob berdi va poytaxtda muhojir ishchilar soni 2018-yildan beri ko'payib ketmagan, aksincha bir xil turganini aytib o'tdi. Ushbu og'ir ish bilan shug'ullanishga rozi bo'layotgan odamlar borligi uchun biz Xudoga shukr deyishimiz kerak deb qo'shimcha qildi. Ko'ryapmiz, bu kishi migrantlar haqida ham o'zlarini iliq fikrlarini aytib o'tdi. Ya'ni Rossiyaning katta shaharlariga hali ham migrantlar kerak va bularning mehnatini qadrlash kerak. Bularga qarshi chiqayotganlar, boshqa bularni norozi bo'layotganlar o'zlari ko'chaga qo'llariga shupurga olib chiqishlarini aytib o'tdi. Oxirgi 1 yil ichida Rossiyaga kirish uchun 43 mingga yaqin chet elliklar Rossiyaga kirish taqiqlandi. Turli sabablarga ko'ra Rossiyaga kirish taqiqlangan 43 mingdan ortiq migrantlar ba'zi bir holatlarda Rossiyaga sababsiz ham kiritilmayapti. Rossiyaga halol mehnat uchun kirib kelayotgan bo'lgan taqdirda ham berilgan savolga to'g'ri javob bera olmaslik oqibatida mamlakatga sababsiz kiritilmay qolayotgan holatlari hali ham mana shu ko'p kuzatilyapti. Shuning uchun Rossiyaga kirib kelyapsizmi? Siz kimning oldiga kirib kelyapsiz? Nima maqsadda kirib kelayotganingizni avvaldan aniq o'zingizga belgilab olishingiz kerak va buni chegarada ishonch bilan aytib bera olishingiz kerak. Aksincha mana shu telefoningizda taqiqlangan materiallar saqlagan bo'lsangiz yoki kerak bo'lsa telefonni yoningizda olmagan bo'lsangiz ham sizni shubha ostiga olib mamlakatga sababsiz kiritmay qo'yishlari mumkin. Bu siz Rossiyaga birinchi marotaba kelayotgan bo'lsangiz ham. Shuning uchun chegarada o'tayotganingizda o'zingizni tuta bilishni biling. Mana shu berilgan savollarga imkon boricha to'liq va to'g'ri javob bering. Ko'ryapsiz, mana yil boshidan beri bu ko'rsatkich 43 ming kishiga yetgan. Ya'ni ular ichida haqiqatan ham mana shu taqiqlangan tashkilotlarga a'zo kishilar telefonda taqiqlangan material ko'rib qo'ygan. Ba'zi bir holatlarda hech qanday bu aloqasiz Rossiyadan birinchi marta halol mehnatga kirib kelayotgan chet el fuqarolari ham bor. Primoriyada 2026-yildan chet elliklari ishlashlari uchun yangi cheklovlar joriy qilindi. Primoriya o'lkasida migrantlarni patent bilan ishlay olmaydigan sohalar ro'yxati sezilarli darajada bu safar kengaytirildi. Taqiqlangan faoliyatning turlari hozirda 36 turi bo'lsa, bu taqiqlangan kasblar ro'yxati 88 tagacha ko'paydi. Gubernatorlar vaziyatdan kelib chiqib bunday farmonlarni imzolashyapti. Ya'ni bu kasblar ro'yxatini ba'zi bir joylarda kamaytirish emas, aksincha kengaytirishyapti. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Bu haqda fikrlaringiz bo'lsa video ostida qoldirishingiz mumkin. Do'stlar,
Sizlarga tayyorlagan hafta davomidagi yangiliklar shulardan iborat edi. O'ylayman sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringiz bilan har doim aytgandek ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'linglar.